Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana bitta kanalimiz pul ishi tizimiga ulandi. O'zimning kanalim bu. Xo'p, 8600 obunachisi bor. Videolar ko'rsatib o'tayim, o'zimning kanalimni tahlil qilib beray. Xo'p, har xil videolar qilinganida oxiriga qo'ygan videolarimiz YouTube'dagi shu muammolarni hal qilish bo'yicha edi. Shu kanalimiz ham mana o'zimning kanalim pul ishi tizimiga ulandi. Orada bir ulanmay qolgandim, chunki bir begona videolar tiqib tashlagandim, shuni hisobiga. Xo'p, shunaqa do'stlar, bu kanalimiz ham ishlayapti. Endi ora-orada bitta video chiqarib turaman. Statistikasi tushib ketmasligi uchun. YouTube bo'yicha yordam kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Telegram kanalimiz hammasi videosi qoldirilgan. Kommentariyadan Telegramga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar, Telegram orqali. Xo'p, ko'rib turibsizlar, mana har xil videolar qilingan. Boshda yonmay qoldi. YouTube siyosati nimadirladida, keyin aytdagi nomlarni o'zgartirdim, bitta videoni o'chirdim. Chunki begona videolar ham bor edi. Shuni hisobiga yonmay qoldi do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, любой videoni qo'yib, masalan, YouTubedan do'stlar pul topsa bo'ladi-da. Istalgan videoni qo'yib, video original bo'lsa bo'ldi asosiysi. Masalan, YouTube'dagi xalqi bergan obzorlarim orqali shu kanalda pul tizimiga ulab oldim. Xo'p, daromadi kuniga 0.12 dollardan ishlayapti. Chunki prosmotr juda ham kam, qaranglar, 5000 ta oyiga. Xo'p, 0.12 26-kuni. 200 ta prosmotrga ko'rib turibsizlar, 0.12 dollar to'labdi. Xo'p, populyarniy videomiz O'zbekistondan Rossiyaga pul jo'natish degan video. Mana shu videomiz yaxshi daromad ko'ryapti ekan. Shunaqa gaplar do'stlar. Yordam kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaveringlar. Bitta orada video qilib qo'yaman. 99 791 32 32 yoki bo'lmasa mana shu nomerga SMS yozsanglar, oddiy SMS, Telegramga yo'ling, oddiy SMS. Telefon qilmanglar, olmayman, lekin shu SMS yozsanglar, umumiy holatda yordam qilamiz YouTube bo'yicha do'stlar. Salomat bo'linglar. Yordam kerak bo'lsa yozaverasizlar xullas.